Yoningizda avtomashinada noqonuniy narsalar bormi? Nima bu? Bo'g'dashish bu. Avtomashina haydovchi chat tomon eshigidan 3 bo'lak selofan paketi o'ralgan. Gashiga oqanlik moddasi olindi. Hurmatli fuqarolar, aybingizni childirdan bo'yningizga olib pishmon bo'ladigan bo'lsangiz, xolislar, ko'rib beringlarmi? Qora paket birdan ko'ramiz hozir ichida nima bo'lishini. Nima narsa? Yurayingiz gördüm. Siznikimi? Normal iş. Chilla bu, premenli. 60 mı? Ana. Yaptık. Olib borilayotgan tezkor tadbiri davomida oq rangli Gentra avtomashinasi shubhali harakatlar sababli to'xtatildi. Tezdan ketamiz. Xolislar, qarab turasizlar. Keling xolislar. Mana. Bu zidan tagidan oq salafan paketga o'ralgan moddalar chiqyapti. Hozir bitta ochib ko'ramiz. Mana 1 2 3 4 ta tashqi ko'rinishidan gereng giyohvandlik vositasiga o'xshash bo'lgan moddalar aniqlanyapti. Qayerdan oldingiz? Hakan'la kısırıyor. Mazkur dala maydonida ichib kelayotgan nashasimon moddalar borligi aniqlandi. Hozir mana qurug'lash davrida bo'yi 180 190 atrofida. Nima deb ataydi? Вот тогда ну, Oling bu yoqqa. Mana. Ulan o'tkir xitli yashil rangli modda. Birovga olib kelyapsiz. Ola. Место. Assalomu alaykum. Siz O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati kol markaziga qo'ng'iroq qilingiz.